Hammaga sizlar bilan iOS va Android sirlari kanali. Bugungi videoni prevyuda ko'rib turganingizdek iPhone nimaga qizish haqida gaplashamiz. iPhone qizigandan keyin sezsanglar ekran yarqisi pasayib ketadi. Keyin uni necha marta ko'tarsanglar ham вообще ko'tarilmaydi ham, tushmaydi ham. Tushishi mumkin lekin ko'tarilmaydi. Bu nimaga bo'ladi? Agar sizlarda ham shunaqa muammo bo'layotgan bo'lsa, unga nisbatan javob qidirayotgan bo'lsanglar, mana shu videodan javob topishingiz mumkin. Hop, rasmiy tushuntirib beraman. Apple o'zi ham aytadi, bu narsani Apple saytida ham yozib qo'ygan, faqat ingliz tilida uni tarjima qilsanglar bo'ladi. Yoki emasligi tarjimasini hozir aytib beraman. iPhone ishlayotganda ichidagi protsessor, batareya issiqlik chiqaradi. Shuni hisobiga u qizish boshlaydi. Hop, o'zi oddiy ishlatib yursanglar ham kundalik hayotda iPhone qiziydi. Nega? Chunki sizlar prosta ishlatyapsizlar. Hop, telefon qilasizlar, boshqa narsa qilasizlar. Ozgina bo'lsa ham nagruzka, baribir ozgina bo'lsa ham issiqlik chiqadi. Chunki protsessor bilan batareya ishlayapti. Ikkalasi bir vaqtda ishlaydi, bilan uzib qo'yib bo'lmaydi ishlashni. Hop, keyin Google ham xuddi shunaqa narsani tasdiqlaydi. iPhone asosan kuchli ishlov berish, issiq muhit yoki xatoliklar sabab qiziydi. Xatoliklar bu laglar. Hop, lag nima? Lag bu qotishlar yoki yangi обновление kelgan vaqti telefonga moslashmaydi bir xil narsalarda. Masalan, sizda qanaqadir telefon bor, aytaylik iPhone 11 bor. Bitta yangi обновление keldi, iOS masalan iPhone 17 dagi narsa iPhone 11 ga moslashmadi hali. Lekin siz o'sha narsani sketch qilib ishlatyapsiz, protsessor juda ham qizib ketadi. Nimaga qizib ketadi? Chunki iPhone 17 ning protsessorida ancha kuchli protsessor, eng kuchli protsessor turibdi. Hozirgi vaqtda iPhone 11 deysiz, ancha yil oldin protsessor turibdi. Hop, shuning uchun u protsessorga ancha nagruzka tushadi. Lekin ba'zida ko'tarmay otib yuborishi mumkin programmani. Keyin ikkinchi joyi nimaga qiziydi? Buni aniq sababi og'ir o'yinlar, ilovalar. PUBG, Call of Duty yoki video montaj paytida protsessor maksimal darajada ishlaydi, keyin issiqlik chiqaradi. Bu двойной issiqlikda, u oddiy ishlatsanglar ham issiqlik chiqadi. Buni ishlatsanglar двойной issiqlik chiqadi. 2 barobar kuchli. Keyin zaryadkada ishlatish. Zaryadkada ishlasanglar u mana bu o'zi 3-4 barobar bo'lib ketadi, tushunyapsizlarmi? Hop, ham o'zi PUBG o'ynayapsizlar, telefon zaryadi masalan 20 yoki 20 dan pasaydi, o'zi 15 la qoldi. Keyin zaryadga yetqazsalar, telefon qizib turibdi, silishgan, ekran yarqislari pasayib ketgan. Telefon o'zi maksimal sovutishga harakat qilsa, maksimalniy bir xilda ba'zilar borda, maksimalniy isitishga harakat qiladi-da, shunaqa narsalar bor. Bu telefonni tez batareykasini eskirishiga va yonqisida tushib, telefonni tezroq almashtirishga, atak har bir yilda bir telefon almashtiradigan bo'lsanglar, bo'yicha telefonni ko'tarsa, bemalol maza qilib ishlatishingiz mumkin, to'g'ri. Hop, keyin issiq muhit. Quyosh ostida ishlatish yoki mashinada qoldirib ketish. iPhone'ga quyoshdagi shunday qoldirib ketsanglar, o'zi вообще tez qizib ketadi telefon. Shunaqa narsalar ta'sir qiladi. Hop, keyin nima deydi? Keyin mandan keyin eng qiziq savol, nima iPhone qizigandan keyin ekran yorug'ligi tushib ketadi. Bu iPhone himoya tizimi. Telefon qizib ketganda o'zini sovutish, yorug'likni kamaytirish va protsessorni o'sha vazifasini, zadachalarini pasaytirib beradi. Ya'ni telefon o'zini o'zi himoya qiladi, sovutadi. Agar e'tibor bermasanglar nima bo'ladi? Batareya tez eskiradi, boya aytganimdek, telefon sekinlashadi, o'yinlarda laglar paydo bo'ladi. Hatto ba'zi telefonlar o'chib qolib, qaytadan perzagruzka bo'lib yonishi mumkin. Energiya tejash rejimi. O'zi bu narsaga aloqador ekranga, lekin ba'zilar bu narsani kutmaydi. Endi bonus degan narsada ko'pchilik o'ylaydi, energiya tejash rejimi telefonni qiynaydi o'ylaydi. Lekin energiya tejash rejimi to'g'ri. Qanday qiynaydi? Telefoninglar 120 fps bo'lsa 60 fps ga tushirib qo'yadi. Telefon kamroq qiziydi va performans tushib ketadi. Bu telefonni himoya qilib turadi. Mana avval shunaqa qo'ylardim. Energiya соображение rejimini yoqib qo'ysa, energiya tejashdi. Shunda energiya tejash rejimi telefonni baribir yeb tashlaydi o'ylardim. Lekin yo'q, yemaydi. U yemas ekan. Men shu narsani o'zim anglab yetdim. Hop, endi nima qilish kerak? Eng yaxshi yo'li zaryadkada o'ynamaslik kerak yokida yana bitta narsa sizlar cooler olish kerak. Coolerga qo'yib bemalol o'ynasanglar bo'ladi. Sizlar bilan iOS va Android sirlari kanali bo'ldi.
Agarda video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosinglar, podpiska bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarda yana qiziqarliroq mavzularni, yanada aktual mavzularni ko'tarishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.